Azizlarim, hozir bizda eng oxirgi punksiya jarayonimiz kutib turmoqda. Patsientkamiz Qashqadaryo viloyatidan kelganlar, yoshlari 32 yoshda. Bo'ladi ikkilamchi bepishlik 1 yil, sababi trupный faktor hamda отягощение акушерский ginekologik anamnez. Nima uchun bunaqa diagnoz qo'yildi? Patsientkamizda 8 marta homiladorlik bo'lgan. Afsuski, homiladorliklarni 8 ta homiladorlik bittasi tug'ruq bilan yakunlangan. 2009-yilda homiladorlik kuzatilgan. Afsuski, bola tushish bilan yakunlangan. 2020-yilda 3 marta homiladorlik bo'lgan. Eng katta srok 16 haftagacha borgan, yana bola tushish bilan yakunlangan. Keyingi homiladorliklar 2021-yilda, ya'ni 5-homiladorlik. O'shanda 35 haftada kesir kesish orqali qiz farzand 2 kilo vaznda dunyoga keltirganlar, bitta farzandlari sog'lom. 2022, 2024, 2025-yillarda yana qayta homiladorliklar bo'ldi. Afsuski, внематочный беременность bilan yakunlandi. Shuning uchun bu patsientkamizda trubalar hozir olingan va eko programmasini tanlashga majbur bo'ldilar. Hozirda ayolimga 9 ta o'rta tuxum hujayraga mo'ljal qilganmiz. 5 kundan keyin Xudo xolasa bu ayolimizda yaxshi sifatli embrionlar hosil bo'lsin va homiladorlik 9 oy bilan tugallanib, 4 muchalli sog' farzandni bag'rlariga bosish nasib qilsin. Allohim bizni shu ayollarga sababchi aylasin. Afsuski, hozirgi patsientkamizdan mo'ljaldan kam tuxum hujayra oldik, ya'ni 5 tacha tuxum hujayra olindi. Endi bu patsientkamizga banking programmasi, ya'ni накопительный programmani taklif qilamiz. Sababi 4 ta 5 ta tuxum hujayradan biz bitta yoki ikkita embrion olamiz, olmaymiz. Uni oldindan aytish juda ham qiyin hisoblanadi. Bu patsientkamiz o'zini asli IMGs 3 dan baland, tuxumdonlarda folikulyarniy zapas ham juda ham yetarli darajada, lekin afsuski gonadotropin gormonlariga juda ham sust reaksiya bergan. Bu juda ham ko'p faktorlar bilan bog'liq. Organizm o'zi bilan, retseptorlari bilan, podgotovka bilan, preparat to'g'ri qabul qilish, to'g'ri saqlash, originalni olish juda ham ko'p omillar rol o'ynaydi. Endi bu ayolimizda keyingi safar o'sha kamchiliklarni bartaraf qilgan holatda qaytadan stimulyatsiya qilamiz. Inshaalloh keyingi safar ko'proq va sifatliroq tuxum hujayra olishga erishsak, keyin urug'lantirish jarayonini amalga oshirtirishga ruxsat beramiz.